Assalamu alaykum bütün dünyadaki barlıq aziz görürmenlerimiz Dünya Uyghur Kurultayı Tor Televiziyasının Uyghur Avazı Söhbət programmasına hoş geldinler. Ben programma riyasetçisi Baxtiyar Ömer. Aziz görürmenlerimizniki söhbətni görüş jarayonida kanalımızga a'zo bo'lishini va ham berilishini unutib qolmasligini umid qilamiz. Bugungi aziz mehmonimiz hurmatli Nuriy Turkal apandi bo'ldi. Qimmatli vaqtingizni chiqarib suhbatimizga qatnashib bizga bu sharafni berganingizga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Hurmatli Nuriy Turkal apandi, suhbatimizga xush keldingiz. Rahmat Baxtiyar. Söhbətə təklif qılığınız üçün köp rahmat. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Oldi bilan Nuriy Turkal apandini men qisqacha tanishtirib o'tay. Hurmatli Nuriy Turkal apandi 2020-yil mayda Avam palatasining raisi Nancy Pelosi xanım tarafidan Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining komissarligiga tayinlangan tunji Uyg'ur Amerikalik bo'lib, u 2021-yili 15-iyun kuni Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti muavin raisligiga tayinlangan ve 2022-yili mayda qayta tayinlangan. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining raisi Nuriy Turkal apandi advokat, tashqi siyosat mutaxassisi, kishilik huquqni tashabbus qiluvchi, u Uyg'ur kishilik huquq qurilishining mudiriyat raisi, Hudson instituti oliy tadqiqotchisi, tashqi munosabatlar kengashining a'zosi, shundaqli yana Davr jurnali tarafidan 2020-yillik dunyodagi ta'sir kuchli 100 shaxsning biri. Bayliq jurnal tarafidan 2021-yillik dunyodagi ta'siri eng kuchli 50 rahbarining biri bo'lib baholangan. Amerikaning Indiana shtatiga joylashgan Notre Dame universitetining Qonun institutimi 2021-yili 28-iyun kuni tunji qatimliq Notre Dame diniy erkinlik mukofotini ayni vaqtdagi sobiq Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining muavin raisi Nuriy Turkal apandiga taqdim qilgan. Demek mushuncha bo'lajaq natijaning oqida nihoyatda cho'ng tirishchanlik, qat'iy iroda va tavranmas bir ruhning borlig'ini ko'rib olamiz. Bu faqat Nuriy Turkal apandiniki faqat 2020-yildan keyingi erishgan natijalari. Uning oldidagi natijalarini muhojiratdagi keng xalq ommasi nihoyatda yaxshi bildi deb qarayman. Hamda Nuriy Turkal apandining vaqti nihoyat qiz. Shunga suhbatni rasmiy boshlasak, hurmatli Nuriy Turkal apandi, oldi bilan sizning to'liq ovoz bilan Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti raisi bo'lib saylanganligingizni qizg'in tabriklaymiz. Shuning bilan birga Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti qandaq bir organ? Yana ba'zilar bu organni din tarqatadigan organmi deganda gaplarni qilib yuribdi. Shu mush organni keng ko'rmallarimizga bir tunishtirib qo'ysak deb qarayman. Qani marhamat hurmatli Nuriy Turkal apandi. Aldı bilen Dünya Uyghur Kurultayı'nın televiziya programımızdaki xadimlarga ve sizinki sabdaşlarınızga Washington'dan salam yollayman. Ve bugünkü bu programını uğurlaştırıp bana bu şerefini verdiğiniz için köp rahmet itimem. Amerika Halkaralık Dini Erkinlik Komiteti İngilizce US Commission on International Religious Freedom yoki bo'lmasa USCIRF deb atiladigan bu federal governmentning idorasi 1998-yili kongressdan o'tkazib qonunlashgan xalqaro diniy erkinlik qonunining asosida shuningki yo'l yo'riqi bilan ta'sis qilingan bir biro, bir federal agency deymiz, hukumatning idorasi hisoblanadi. Bu qonunning ro'yi bilan Amerikaning tashqi ishlar ministrida xalqaro diniy erkinlikka mas'ul bosh elchi, Oqsaroyda xalqaro diniy erkinlik ishlariga mas'ul alayda maslahatchi va bu USCIRF 3 organ ta'sis qilindi. Endi bu URFA deymiz. URFA degan shu xalqaro diniy erkinlik qonunining qisqartılma ismi. Bu URFA qonunininki yo'l yo'riqi bilan Amerika Tashqi ishlar ministri yilda butun dunyodagi hamma davlatlardagi shu diniy erkinlik, inson haqlari masalasini kuzatib, tahlil qilib, uni kategoriyaga olib, uning ayrim ismlarni qo'yib, masalan, CPC'da eng ig'ir depsandiyotgan davlatlarni bir turkumga, kuzatish listadagilarni bir turkumga degandek turkumga araydi.
Ondan keyin bu Yusuf kelsak, Yusufmu shu ikki partiyadan tayinlangan 9 nafar commissionerninki yetakchiligi bilan commissionerlar bu Amerikaning prezidenti ve kongresining rahbarlari tarafidan tayinlandi. İki partininki bu qaysi partiya üstünlük to'g'an bo'lsa 5 nafar, az sonliqdagi partiyaning 4 nafar bo'lib, jami 9 nafar commissioner xizmat tayinlandi. Endi bu 9 nafar xizmat commissionerninki xizmatini qo'llash, xizmatiga yantayoq bo'lish uchun bu Yusufda bu kasbiy xodimlar bor. Tashqi siyosat maslahatchilari, tadqiqotchilar, her türlü mutaxassislar. Şu commissioner qaysi davlatga mas'ul bo'lsa, shu davlatdagi vaziyatni yaxshi biladigan, shu davlatdagi yerlik tilni biladigan, shu davlatga munosabatlik akademik xizmatlarda bo'lgan bizningki policy advisor deymiz, siyosiy maslahatchilarimiz bo'ldi. Endi men bu Demokratik Partiyaninki bu xizmatga tayinlagan 2020 yılı siz degandek bir commissioner. Commissioner Uygurcha onu qanday ataydigan bilmaydiganman. Bu commissionerlarninki hammasini o'zini qaraydigan, kuzatadigan, xizmat etib boradigan davlati bo'ldi. Ma'amda binanda bu Amerikada Xitoy ishlariga ma'lumoti va bilgan deb qaraladigan bir shaxs bo'lganim uchun men shu Xitoy, undan keyin bu meningki milliy urf-odat, tarixi, coğrafiyalik bağlantım bo'lgan O'rta Osiyo. Undan keyin bu Uyg'ur xalqininki milliy tarihi an'ana bağlantısı va Turkiya, Ozarbayjonlar mush davlatlarga asos jihatdan men mush davlatlarninki diniy erkinlik, inson haqlari masalasiga men qarayman. Endi bu qilgan xizmatga kelsak, bu commissiondagi 9 nafar commissioner, tashqi ishlar ministrininki qo'l ostidagi bizmi shu DBU deydi, tashqi ishlar ministrining ikkinchi darajalik amaldori hisoblanadigan shu under secretaryninki tavalligidagi bütün shu terrorizm qarshi koordinator bo'lsin yoki inson haqlari, demokratiya, emgak ishlarga mas'ul yordamchi tashqi ishlar ministri bo'lsin, adalet ve urush jinoyati mas'ul bosh elchisi bo'lsin, yoki bo'lmasa xalqaro diniy erkinlik mas'ul bosh elchisi bo'lsin, shular bilan birlikda biznikilar counterparty hisoblanadi. Shular bilan men ve o'zimiz mas'ul bo'lgan davlatlardagi yuqorqi masalalarga baho berib, tadqiq qilib, tadqiqotga yetakchilik qilib ve şu davlatlardagi vaziyatni yilda bir qatam her yıl 5. ayda doklad qiladigan shunday asosiy bir xizmat bu. Endi buningga bu jarayonda biz commissioner, endi hozir men bu yetakchi o'rinda bo'lganim uchun qaysi davlatlarga, qaysi rahbarlarga bu ve o'zining davlatidagi vaziyatni o'ttirib qo'yib, o'zgartish taklif berish ve ulardagi vaziyatni tekshirib tadqiq qilish uchun bizning bu fact finding deymiz, shu fakt to'plash safarimiz oldu. O'xshamagan davlatlarga. Endi bu Covid sababidan necha vaqtdan beri biz asosan bu ko'rishlarni shu video orqali qilib kelgan. Lekin o'tgan yildan boshlab, shu o'tgan yilning oxiridan boshlab bu rasmiy sayohat qilish, bu yoqqa berish, bu yoqqa berish degandek ishlar davom qilyapti. Endi hozir endi bu Amerikaning davlatining sirtidagi ilib boradigan public diplomacy xizmatlar, fact finding, fakt to'plash xizmatlari. Undan keyin shu yerlik yerlarga berib, shu yerdagi shu diniy erkinlik dafsansiga uchrab ve inson haqlari dafsansiga uchrab yoki bo'lmasa hukumatga qarshi siyosiy o'qituvchiliklar sababidan turmalarga tashlanganlarning haq huquqini talab qilishdagi xizmatlarni yapmagandan boshqa biz yana shu davlatlarninki qonun tuzilmasi ve ijtimoiy tuzilmasi ve yerlik siyosatlarda shu inson haqlari, adalet ve diniy erkinlik munosabatlik qoida qonunlarga islohot berib berish to'g'risida tafsili taklif ve talepler bo'lamiz. Ben mesela bu yıl 4. ayda Özbekistan'a berip, Özbekistan'dan şu yerlik islohot etib berayotgan qonun tuzilmasini tashqi ishlar ministri,
Adliya ministri, İçki işler ministri, ondan keyin bu O'zbekiston parlamentininki mas'ullari bilan maxsus suhbat olib borgan. Mushu qilgan xizmatlarninki bir qismida sirtda. Ammo davlatning ichida ben men va boshqa komissionerlar doim degidek elchixonadagi xizmatdoshlar bilan biz kuzatadigan, doklad yo'llagan davlatlardagi davlatlarning shu Washingtondagi elchilari bilan doim ko'rishimiz. Onundaki şu devletlerdeki devletinin rəhbərləri Washington xizmətlərinə kelgan çağda görüş tələb qıldı, ularni qabul qılmaz. Onundaki bəzi vaxtda şu elçixananın uğurlaşdırışıda söhbət yığınları oldu. Elçilərlə ayrım tamaq çıxışlar oldu. Onundaki məsələn Uyğurlarınki hayatı en mühim bo'lgan Ramazan ayida şu Müslüman devletlerininki Ramazan tebrikleş faaliyetleri oldu. Elçilerle oturup şu mesele doğrusu da bizim hizmet dairemiz doğrusu mesele doğrusu söhbet edip baramiz. Ondan en mühim kıldığan işimiz hem de bu biz tashqi siyaset maslahat bergan organ bo'lgani uchun Amerikaning tashqi siyosatida diniy erkinlik bilan shu inson huquqlari masalasining tushib qolmasligi halqılık negizlik meseleler qatarida o'rin tutib, davom qilib ta'sir ko'rsatishiga kapolatga erishish uchun bizning shu qonunda berilgan yo'l yo'riq va imtiyozimiz bo'yicha Amerikaning tashqi ishlar ministri, Amerikaning prezidenti va Amerikaning kongressiga tashqi siyosat maslahat beradigan mushtaq bir organ. Tafsili tushuntirishingizga ko'pdan ko'p rahmat. Bu organ to'g'riliq jiq bilimga ega bo'lib qoldik. Hamda shu Xitoyninki sizga qanchalik kirishib qolganligidan biz sizning xizmatingizning naqadar muhimligini shu orqali bir tarafdan bilib olaymiz. Hamda 2020-yili mayda Avam Palatasining raisi Nancy Pelosi xonim tarafidan Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetininki komissarlıqıga tayinlangan tunji Uyg'ur Amerikalik ekansiz. Siz bu organga kirgandan keyin mush bir necha yilda nima xizmatlarni qildingiz? Albatta nurg'un xizmatlar maxfiy bo'ldi bu yerda. Shu yuzdan degili bo'lmasligi mumkin. Shundaqdimi bir qism biz xabar tepishga bo'ladigan xizmatlaringizni anglagan bo'lsak, nihoyatda xush bo'lgan bo'ladi. Rahmat. Endi meni shu xizmatga tayinlagan Nancy Pelosi xonimimiz arzu istakimi şu ben yıllardan qilib kelayotgan xizmatninki asosida gavdalantirish, yuqori ko'tarish, texmi buni ulg'aytishdek shunday maqsad nishon bilan shu xizmatga meni muvofiq ko'rib qo'ygan. Bu vaqtida shu o'zining izhor qilgan maqsadimi Uyg'ur masalasini evlendirish va yuqori pallatirish. Uyghur meselesini partiye onundan keyin bu bir ijtimoiy iqlimga qaramay bir o'rtaq ko'ngil bildigan bir masalaga bipartisan deymiz inglizchada. Shundaq masalaga aylantirish istak arzusini izhor qilgan. Endi men bu xizmat tayinlangandan keyin bu agency'ninki bu hukumat organininki ismi ve kanundaki belgilengen biz legislative mandate deyimiz kanuni yol yo'riqlari asosida davomli kelayotgan bundaq xizmat bir tartibi bo'lib ekan. Lekin men ko'rgandan keyin bu Uyg'ur masalasiniki qandaqdir bir mechitni taqib etgan yoki soqol qo'ydirmagan yoki bu ma'lum diniy ustozni, diniy rahbarni, diniy arbobni turmoq solib qo'ygan bir masala emas, bu bir keng ko'lamlik qirg'inchilik masalasi ekanligini bilganim uchun boshqa bir yo'l tutish tavsiyasi bo'ldi. Men shunga mendan boshqa 8 komissionerninki himayasiga erishdik. Masalan, bu Uyg'ur qirg'inchilik masalasida boshda buning bir ism berish masalasi. Men komissiyon kirib bir oydan keyin bir oydan keyin 9 komissionerning imzosi bilan biz şu vaqtki sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo'ga iltijo sunduq. Bizningki qonunda berilgan shu nimamiz bo'yicha mandate, yo'l yo'riq bo'yicha Amerika tashqi ishlar ministridan Uyg'urlarga yurgizilayotgan shu qirg'inchilik masalasiga
to'g'ri ta'bir berish va muvofiq ism qo'yishni tashabbus qilib, maktub yo'lladik, ko'rishdik, sizlarni xabarlarda ko'rdinglar. Ben bevosita so'zlashish, xizmat qilish, fikr almashtirish fursatlarida bo'ldim. Endi shu jarayonda bu Uyg'ur qirg'inchilik masalasiningki rasmiy to'nilishini icra qildirish, amalga oshirish uchun xizmat qilish davomida uningga yetarli uchurlarni to'plash kerak. Endi u uchurlarni bu yetarli ma'lumotlarni to'plash uchun bizningki qonunda berilgan huquqimiz, ya'ni shu commissionerning huquqining yana birisi biz bu guvohlik yig'ini o'rlashtira olamiz, public hearing. Shu hearinglarni o'rlashtirish orqali mutaxassislarni chaqirib kelib, Uyg'urlarning beshiq kiyotgan kulfatlarninki her türlük o'xshamagan taraflarni, tarixda ko'rilgan shu qirg'inchiliklarga o'xshamaydigan taraflarni bir qurib ko'rsatish, ularga shu jamoatchilikka, shu mutaxassislarninki bilim, tecrübe ve toplagan uçur orqali ma'lumot berish mushtaq yig'inlarni o'rlashtirdi. Masalan, texnikani shu texnik jihatdagi Xitoy ustunligidan foydalanib, Uyg'urlarning hayotini qanday kontrol qilyotidi, qanday kuzatyotidi va davom qilib shu qirg'inchilikqa qanday ishlatyotidi degan temada. Undan keyin xalqaro ta'minlash zanjirida Uyg'ur qulluq amgikining mahsulotlarini qanday yo'ldan, nalarga olib borib, kimlarning yo'lidan ivatib, ashaga eksport qilib, ishlab chiqarib, bu o'zininki shu Uyg'urlarning ezish siyosatini political economy, siyosiy iqtisodiy jihatdan qanday ilgari suryapti degan bir mavzu. Ikkinchi qo'shgan shu markazlashgan xizmatimiz. Uchinchisi bu musofirlar masalasi. Dunyoning har yerlarida shu Uyg'urlar bo'lsin yo boshqa ezilgan diniy va milliy musofirlarninki kechirmishlari, urundu so'qin bo'lish masalasini qanday hal qilish. Ondan keyin eng oxirida bu dunyodan da adolat masalasi, global justice, ondaki accountability, hisob berish. Bu qonun tuzib qo'ysa, hech kishi xalqaro qonun bor desa, hech kishi BDT bor desa, u desa, bu desa, bu ishlar o'zligidan hal qilgan ish bo'lmaydi. Bu jinoyat qilmishni o'tkazgan shaxslarning Amerikada bo'lsin, Yevropada bo'lsin, Afrikada bo'lsin, Osiyada bo'lsin, Xitoyda bo'lsin, cho'qim javobgarlik berish mas'uliyati bor. Bo'lmasa qonun keraksiz narsaga aylandi. Bu davlatning ishchilik qonuni shundoq, xalqaro qonuni shundoq. Endi shunday qilib, shu justice va accountability, adolat va hisob berish masalasi to'g'risida ko'p izlanishlar bo'ldi va hukumatga bu taklif va maslahat berish xizmatlari bo'ldik. Endi shu vaqtda bizlar eng yaxshi birga yaqin ishlagan Stanford University'ninki shu xalqaro qonun mutaxassisi o'tgan yil yozda men bilan birlikda Amerika Tashqi ishlar jurnaliga Biden hukumatiga tashqi siyosat maslahat xarakteridagi maqolani yozishga birga qalam tebratgan Bess Wensack xonim hozir hamda Biden hukumatininki shu xalqaro adolat va urush jinoyat masalasiga mas'ul baş elçi qilib tayinlangan. Bu yerda buning tafsilotining ichiga kirishning hojati yo'q. Lekin umuman shu 2 yildan beri bütün imtiyozga shu platform deymiz, mevcut meydanlardan paylanib shu Uyg'ur jamoatchiligi, Uyg'ur tashkilotlariniki va boshqa civil society shu inson haqlari tashkilotlari, organlar hammasining birlikda xizmat olib berishiga ma'lum darajada yetakchilik qilgan va uni facilitate qilgandan boshqa shular bilan birlikda shu Amerikaning kongressida mavjud bo'lgan imoyadan foydalanib, masalan bu yangidan bir shu qonun va tashqi siyosat negizlik mazmunni o'z ichiga olgan shunday bir afzal sharoit yaratilib chiqildi. Endi bunga biz hukumat organi bo'lish üstümüz bilan, men bir shaxsiy Uyg'ur bo'lish üstüm bilan teshida ashunaq imkoniyat yo'q. Shaxslar ve organlar bor. Yani ben de undaq imtiyoz, ben de bu alayda bu imtiyoz bo'lgani uchun bu bo'layotgan masalalarni, mavjud bo'lgan masalalarni, bo'layotganni ilgari surilayotganni va qamlashmayotgan, oqsab qolgan masalalarni
bevosita so'zlashish mushtaq fursatım bo'ldi. Shunday yig'ib aytgan chog'da shu ommaviy tashkilotlarninki himayesi ve işbirlik shular bilan ilib borgan işbirlik bilan bu Uyg'ur meselesidan emas, shu Rohingya musulmonlari bo'lsin, ondan keyin bu boshqa ezilgan az sonliq diniy mazhablarninki, diniy guruhlarninki ahvuzarini tonutish va ularninki tortayotgan azoblarini to'xtatish jihatda mushtaq bir qo'lni qo'l tutib murga tirab xizmat qilgan mushtaq bir fursatmi bo'ldi. Köptün köp rahmet, hürmetli Nuriye Türkel Efendi. Allah mertebenizin tekrar üstün kılsın. Kılan hizmetlerinizden hakikaten ait köp şu kısa bir netice yılın içindeler. Hem de yeni bir sualım. Bir Uygur'un ki Amerika'nın bundaq yuqori qatlam organıga reis bo'lishi nimadan derak berdi ve bu Uygurlar shundaqla Uygur davosiga qandaq ta'sir ko'rsatishi mumkin? Bu to'g'riliqmi so'zlab berishni xohlamsiz? Qani marhamat. Rahmat. Endi abaya bu atkan hizmetten bir sözlep öttük. Bu Amerika'da hem de bu men bulay ya başka birisi bulay bir şahsınki yetekçilik bilen bir işler bulup ketmeydi. Bu bir çoğun bir devlet, siyasi vaziyeti mürekkep, demokratik sistem boğun için başkalarının söz, teklif, taleplere kulak saldığın, aldırmay iş kıldığın müştak bir iş mevcut. Lakin Uygurlarının beşikki vatkan bu külpet, bu nait ağır derecede bir külpet boğun için bir yerde bu ortak bütün hükümet organlarınınki birlikte avaz çıkırdığın, köngel böldüğün, partiye ayrımay, kanunlarını ötküzdüğün, şu kanunlara toluk avaz verdiğin, hatta birbirlerine toluk yeterlik işkimini tenkit kıldığın müştak bir evzel muhit boğun için biz hizmetimizden kılalıdık. Eğer onda bir muhit bulmagan bolsa, Uygurlarınınki çekivatkan azap okubetleri bunçilik tonulmagan bolsa, bunda ahmiyet verilmegen bolsa, bazı hükümetinin işçilimi bazı işlerini ip beriş arzu qilgandek qolaylik bo'lmaydi. Endi bu shu ish xizmatininki natijasi deb ko'rish mumkin. Hozirgacha 9 komissionerninki sobiq va meni qo'shgan hozirgi komissionerning ichida 7'miz Xitoy hokimiyati tarafidan embargo qilindik, jazolandik. Jazolan degan so'zni ishlatish to'g'ri emas, endi sanction bo'ldik hisobda. Undan keyin men bu yil 5-oydimi, shu o'tgan oyda Rusya hükümeti tarafından sanction buldum. Şuna olganda da hazır hem Xitoydan hem Rusya tarafından sanction buldum ben şahsen. Hem de bu Uygurlarınki bundaq bir imtiyaz erişi biraz keçikken bir ahval. Amerika'da Uygurlar gerçi nüfus az olsa mı başka köçmen milletlerine nispeten Uygurların içinde kabiliyetli yetişken insanların ait köp. Bizden bu qarindishimiz Elnigar İltebirini 2019-8 ayda bu Trump hükümetininki Xitoy ishlariga mas'ul direktor qilib Aqsaroyda xizmatga qo'ygan. Hem de hazır bu Elnigar nimada ishlaydi? Senator Rubio'ga maslahatchi bo'lib ishlaydi. Endi shunga o'xshash, endi hazır qo'shgan shu ikkimiz hazır bir mushtaq hukumatning ichida muhim xizmatlardan shug'ullanish fursatiga erishdik. Aslında bir muncha Uygurlar shunday xizmatlarni qilish kerakdi. Kanadadagi Uygurlar shunday xizmatlarni qilish kerakdi. Turkiyadagi ko'chman Uygurlar allburun millat vakili bo'lish kerakdi. Bir davlat yashagandan keyin bir davlatning sistemasiga singib kirish ham shu davlatga bo'lgan o'zininki milliy vatandoshlik majburiyatini ado qilgan bo'ldi, ham o'zining xalqiga shu imkon, shu imtiyozdan foydalanib xizmat qilgan bo'ldi. Endi hozir bizning bu yashayotgan davlatimiz, men boshqa suhbatlarda dedim, familiyangizning nima bo'lishi yoki bank hisobingizning qanchalik cho'ng bo'lishi, uningdagi yoki bo'lmasa tonish bilishlaringizning qancha cho'ng bo'lishi degandek sog'lom bo'lmagan yo'llar bilan ustiga chiqargan bir davlat emas bu. Hem bir yerda merit degan bir so'z var, shu qobiliyat.
paket qobiliyat va tajriba asosida. Shuningga qarab turib xizmat beriladigan, shunga qarab turib e'tibor beriladigan bir ijtimoiy o'lcham mavjud bir davlat. Endi bu Uyg'ur masalasiga kelsak, endi menga o'xshash mushtaq ko'chman bo'lib kelgan va davom qilayotgan qirg'inchilikning bevosita qurboni deb hisoblanadigan bir shaxs uchun shu izlayotgan millatniki izlashning sababi bo'lgan diniy erkinlik masalasiga yetakchi bir o'ringa bir Uyg'urning qo'yilishi bir Amerika davlatiningki qanchalik bir hammadanni o'z qo'yniga oladigan, kelgan yerini surishti qilmay, familiyasini surishti qilmay, kelib chiqishini surishti qilmay, xizmat arzu istaklarini, tajribasini va shu xizmatning ehtiyojini ko'z tutib, yetarlik sharoit hozirlab beradigan shunday bir go'zal bir muhitining mavjudligini burun boshqalardan anglagan bo'lsam, hamda hozir o'zim yashayapman. Bizning amerikaliklarning bu bir an'anaviy gapi, this only happens in America deydigan. Bu faqat bunday ishlar Amerikada bo'ldi deydigan. Shunda bu men abay degandek bizning dunyoning har qaysi joylarida Japonda bo'lsin, Avstraliyada bo'lsin, Gollandiyada bo'lsin, Germaniyada bo'lsin, shunda yetishgan Aşağının ana tilinde, yerlik tilini ana tilidek so'zlaydigan, shu yerning ma'rifini olgan nurg'un yetishgan Uyg'urlarimiz bor. Endi bu savolingizga javobni men aslida bu texi boshlanishi bundan keyin ko'p bo'lishi kerak deb javob berishim to'g'ri bo'ladi. Biroz oq ko'rinishni anglatish zarur qoldi. Men sizlarni hozir ko'ryapmiz. Bizning bu Yaponda Arfiya Ablat ismli bir qarindishimiz shu Amerikaning Georgetown University'da o'qib ketgan. Ondan keyin bu BDT'ninki baş sekreterining ofisida 10 yil ishlagan bir do'stimiz bor, qarindishimiz. Hozir Yaponiyada parlament a'zosi bo'lish uchun bu saylamga kampaniya qilyotdi. Endi mushunda Arfiyaga o'xshash, mushunda siyosiy sahnaga chiqish uchun o'zini yetishtirgan, o'zini mushunda vatan millatga bag'ishlagan Uyg'urlar o'zini hozirlab bo'ldi deb bilman, shular cho'qim sahnaga chiqish kerak. Masalan, Arfiyaning oldingi kuni qilgan bir so'zi bor. Bu hem Japoncha, hem Türkçe, hem Uyg'urcha, hatta Xitoycha, shu Yaponniki bir davlat bo'lish bilan hem yetakchilik qiladigan, hem dunyo masalalarini hal qiladigan bir zo'r kuch bo'lganligini shu qiz o'zininki shu davlatiga, o'zininki tug'ilgan Yaponiya tug'ilgan davlatiga bag'ishlaydiganligini izhor qildi. Shunga o'xshash hem turayotgan davlatiga o'zininki ya ko'chman bo'lsin, ya kindiqini to'kilgan shu az yashayotgan vatandosh bo'lgan davlatiga vatandoshlik burchini ijro qilgandan boshqa o'zining xalqiga shu imkon xizmat qilishni aytdi zarur. Endi shu mening tavsiyalarim bu bekchiq bu mening o'zimning xizmat to'g'riliq yomon uzun suhbat qildik. Lekin endi boshqalar nima ish qildi? Boshqalar mushundaq bir ishning mavjudligini ko'rgandan keyin bunda bo'ladigan ish ekan. Bu vatan millat uchun xizmat qilish uchun başka yollarmı varken, şu yerlik siyasetga kirish kerakkan, yerlik siyosatda yetakchi rol o'ynash kerakkan, shu orqali ta'sir ko'rsatadigan men degandek, shundaq bir mesaj berish kerak deb o'ylayman. Nəhayət təsirlik bir bulubmu yaşlarga hazır yetilayotgan bolalarga nəhayət yaxşı bir yolunu ko'rsatib berdingiz. Köpdən köp rəhmət demisəm, hər qaysı dövlətlərdə hazır bulup bu Uyg'urlarniki til alayidligi nəhayət yaxşı bo'lganligi uchun o'zininki ona tiliga o'xshash so'zlaydigan yoshlar nəhayət jiq. Hatto biz Yaponga borgandimi, o Yaponcha gap qilgan shu yerdagi yoshlarniki Yaponlar bilan chiroyini ko'msa adam qat'iy farq qilib bo'lmaydi. Xitoyda mana shundaqdi. G'arb davlatlarida hozir shundaq bolalar nəhayət ko'p yetilyotdi. Bo'lsa siz degandek ular yerliklarniki siyosiy qatlamlarga kirsa, menimcha bundan keyingi vaqtlarda texnik jiq siyosiyonlar sizning orqangizdan chiqadi deb ishonamiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Hamda
Siz mening qilgan barliq xizmatlarim, xizmatim bo'lsin va yoki hozirgi raislik xizmatim bo'lsin, hammasi asosliq Uyg'urlarning xizmatini qilishni markaz qilgan debsiz. Ya'ni butun hayotingizni Uyg'urlarning xizmatiga bag'ishlabsiz. Buningdan keyin yana nima xizmatlarni qilmoqchi, bu to'g'riliq ko'rganlarimiz bilan o'rtoqlashsak bo'lamdi? Qani marhamat. Elbette ben bu resmi bir Uygur siyasi hizmetlerde buluşunu başlayan vaktim şu okuguç vaktimde doktorluk okuyatkan 2001 yılı. Endi o hesaplar kesin 20 yıldan aştı. Endi 20 yıldan 20 yıl hizmet kıptık şahsi teşkili hem de hükümet organına durup. Ben bugünkidek bundaq bir iğir külpetke kaldığanlıqını kıyas kılan bolsam mı? Bütün dünyanın bunda sükut tuturduğunu ve Uygurlarının mı bu detki könep kaldığanlıqını kıyas kılmagan. Xitayning Komünist Parti'nin ki bu vahşi, rehimsiz, özü-göz işenmeydiğen, özünün hatta Xitay vatandaşlarından ürkiydiğen bir siyasi tüzülme, siyasi parti ikenligini bilsem mi? Ben dünya cemaatçilikini bu bulup mu erkin dünyada Uygurlarını hazırkadek bundaq paspalı tuturdu deb kütmegen. Şu anda bu hemmedem endi biz bu dünya Uygur bulup töreldik, Uygur bulup yaşayımız, endi Uygur bulup bu dünyadan ayrılımız. Mertebemiz nerede oluştuğunu qat'i nazar, iqtisadi ahvalimiz qanchalik oluştuğunu qat'i nazar, ma'rif seviyemizin qanchalik oluştuğunu qat'i nazar, ijtimoiy o'rnimizning nima bo'lishini qat'iy nazar bir inson o'zining yiltizini unutmay o'zininki shu ovozini chiqarolmayotgan bo'g'ilib ketgan dunyoda bir umidsiz haqorat ichida yashayotgan xalqini unutib qo'yishni shu xizmat qilishning o'zini unutib qolmaslikni va xalqqa xizmat qilishning o'zini menimcha bir yaratquchi egimizning Allohning bergan nimeti deb o'ylaymiz. Ben şahsen işte o'ylayman. Şu anda bu vatan millat uchun xizmat qilish men hammadamga nisb bo'lgan ish emas. Ba'zi insonlar sharoit keladi, ba'zi insonlar sharoitni, imkoniyatni o'zi yaratadi. Ba'zi insonlar imkoniyatni qajirib qo'ydi. Şu anda hozir bu Uyg'urlarga xizmat qilish masalasi abay degandek mana shunday bir imtiyoz kelibdi hukumatning ichida turib xizmat qildigan. Yani nurg'un şu teşkilatlarda xizmat qilayotgan, unsiz tunsiz xizmat qilgan nurg'un Uyg'urlar bor. Yani shularni unutib qolmasligimiz kerak. Bu dünya hozirgi şu dünya tunishiga to'p ko'rsatgan şu kampniki, şu jazo kamplariniki shohidlari bor. Aile ve insani, jismani, onundaki maliye jihatdan qurban berib şu vatan millet için, izleyotgan xalq için avazını çıkarıyotgan, guvalık beriyotgan, başkalarga ma'lumot beriyotgan nurg'un Uyg'urlar bor. Yani nimishqa bu gaplarni deysiz deb o'ylab qolishingiz mumkin. Her bir Uyg'ur, her bir inson o'zining qila oladigan ishini qilish kerak. Vatan millet uchun xizmat qilman deb hammadan tashkilot qurishim shart emas. Hammadan namoyish qilishim shart emas. Hammadan chiqib künde ictimai taratqularda uçur taqitishimiz şart emas. Hem adam özününki qila oladigan ishini qilish kerak. Masalan, yozuvchilik qobiliyati yaxshilab chiqib gez jurnallar obzor yozish kerak. Boshqalardan moliya to'plash qobiliyati va fundraising qilish kerak. Ondan keyin bu video, bu ovoz texnik jihat ustunligi va tajribasi va shaxslar kichik videolarni ishlab taqtish kerak. Ondan keyin bu texnik jihatda masalan bu korxonchilik ustunligi va ashtaq ishlarni yaxshi qila oladiganlar maktablarni o'zini avlod yetishtirish kerak. Diniy ustozlar dinni o'rgatish kerak. Muzikantlar mushtaq qilib bu millatni saqlab qoladigan bir imkoniyatni yaratish kerak. Ondan keyin hamma har qulupning ochiq degan so'z var. Hammadan o'zining bilalaydigan, qila oladigan, biladigan tajribasi bor ishni o'zi qilish kerak. Shunga iliqi men ba'zida hozirgidek shundaq bir vaziyatda
Uyg'urlar taz yeterlik ovoz chiqaramayotgandek shundoq his qilman. Qarasa mush atrofda negizlik ish qilayotganlar yana shu bir necha odam qolganlar yana shu normallashib qolgandek shundoq ahvollar mavjud. Bu davom qilmaslik kerak. Bu davom qilsa bir millat yo'qaydi. Ikkinchidan millatga yordam qilayotgan qilaman deydigan orzusi bor. Boshqa millatlarmi so'yib ketadigan ish bo'ldi. Shunga bu biraz nasihat xarakterli gap bo'lib qoldi. Savolingizga bevosita javob bo'lmay boshqa sal kengayib ketib qolgan bir javob bo'ldi. Şu anda bu yalğız atning chini chiqmaydi. Bundaq xizmat hammadan nisb bo'lmaydi. Bu dunyoda erkin dunyoda yashayotgan Uyg'urlarningki vazifasi ig'ir. Hech ishlan kari yo'q yashab o'tgan Uyg'urlarning bir hayoti bo'ladi. Vatan millat uchun xizmat qilganlarning bir hayoti bo'ladi. Bu dunyoda yashagandan keyin cho'qim bir asar yaratish kerak. Özü bilmegen, köymegen insanlara sahip çıkıp yardım kılışının özümü ruhu sağlamlaştırılan, insanın hayatını güllendirdiğin, ruhu dünyasını beytidiğin müştak bir amel. Şuna müşnatsını bir oylaşıp koyuşunu tavsiye kılmam ben sizden program görgüçüler. Nəhayət təsirlik sözlər berdiniz. Hörmətli Nuriye Türkel əpəndi, köpdən köp rəhmət. Əmdim şu yaqından qarsa qabaysızmı dediniz, amma adam özünün qulduğun kiladigan işini qilish ən yaxşı deb. Lekin şu keyinki 1-2 yılınki mabeynində xuddi kishilar zulmga ko'nib qilayotgandek, nurg'un ishlarga parvosiz qarayotgandek bir xil holat butun dunyoda nurg'un davlatlarda ashunaq bir inkaslar kelyotidi. Hamda inson o'g'ilniki qilaoladigan eng cho'ng ishi davlat qurish deb biz shuning uchun tirishib ketyapmiz, lekin bu undaq tez ham darhol qilib bo'ladigan ish emas. Shuningga programmamizning oxirida siz shu umidsiz qolgan lekin nima ish qilishini bilmayotgan bir qism kishilarimizga o'zingizning ko'nglidagi so'zlaringiz yoki chaqiriqingiz bo'lsa, shuning bilan programmamizni oxirlashtirsak deymi. Ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat. Men bu sizdan xabaringiz bor, yaqinda bir 2 yil ishlash orqali ishlashning natijasi bo'lgan bir kitobni nashr qildim. Qechish mumkin bo'lmaydi degan ism bilan. U kitobni yozish jarayonida men bu o'zim burun bilmagan temalar haqida, tarixiy vaziyat haqida nurg'un izlanish, tadqiq qilishlar shug'ullandim. Shu jarayonda shu Ikkinchi Dünya urushi vaqtidan Yahudlarninki qirg'inchilikni beshdan kechirgan shu Holocaust survivor deymiz. Shular bilan suhbatlashib fursatiga erishdim. Endi bu yerda ikki yakun chiqarildi. Birinchidan shu kitobga tadqiqot ilib berish jarayonida va suhbat ilib berish jarayonida shu Uyg'ur bo'lmagan shaxslar bilan o'tkazgan suhbatda shu shaxslarningki shu tadqiqotchining mutaxassisning Uyg'urlarga qanchalik havas qilganligini to'nib ketdim. Men buni hukumatning ishidagi har turli shaxslar bilan suhbat o'tkazgandimmi to'nib yetiglik. Uyg'urlarga dunyo jamoatchiligi bir hayronlik bilan qarayotgan mushtaq bir mavjud bir ahvol bor. U hayronligi shunday bir cho'ng davlatga qarshi chiqib, shuning siyosatini qo'rqmay tanqid qilib, jamoatchilikka ma'lumot beryotidi degan bu hurmat asosida shakllangan hayronlik. Endi shuning bilan birlikda Uyg'urlarningki botir bir qaysar millatlikmi o'ttirg'a chiqyotidi. Bu qaysarlikni endi yana shu Yahudlar kamplikqa Holocaust survivorlar o'tkazgan suhbatga kelsak, shularning kechirmishga o'xshaydigan yana bir alaylikni ko'rib olgan bo'ldi. Yoki ko'rib yetdim. U bo'lsa shu resilience deymiz. Qiyinchilik muhit ostida shunday bir ig'ir bir kulpatlik vaqtdimi tik tura oladigan, kula oladigan, normal yashay oladigan bir qobiliyat. Endi uni yig'ib kelsak, bu qirg'inchilik bo'layotganda, qirg'inchilikni qilgan, boshlagan, davom qilayotgan, chunqurlashtirayotgan, kengaytirayotgan bu hokimiyat shaxslar
Şunun qırğınçılıqның qurboni bo'lgan shaxsni dehumanize qildi. Bu insoniy qaddi qimmatini yo'qotgan va dunyoga o'zini behuda his qildigan shunday bir his tuyg'uga zo'rlaydi. Hozir Uyg'urlar shu yerga o'zi olmayapti. Bu yoqqa qarasin bu ish bo'lmayotgan, bu yoqqa qarasin bu ish bo'lmayotgan, oilalar yutib ketgan, yo'qolib ketgan, 4-5 yilning yoki 5-6 yilning yoshi xabar yo'q, turayotgan davlatlardan ega chiqmayotgan, shunday yana shu Xitoylarga ta'zim qilib musulmon davlatlari egilib yurgan shunday bir ümidsizlik ahvol mavjud. Lekin shu ümidsizlikning qurboni bo'lib, shu dehumanization, shu behuda his tuyg'uning qurboni bo'lib, shu girdobga kelib, shu Xitoy ezayotgan, shu qirg'inchilik yuvib berayotgan hokimiyat va shaxslarning yetgan muddasiga o'zini akab berishning o'zi mag'lubiyatning ifodasi bo'ldi. Shunga Uyg'urlar bütün dünyada, bo'lib erkin dunyoda yashayotgan Uyg'urlar o'zini eng boshda shu dehumanizationga tik turadigan, meni sen insoniy qaddi qimmatimni yo'qotmaysan, meni behuda his qildirolmaysan deydigan bir iroda bo'lishi kerak. Bu iroda ondan keyin cho'ng ishlarga boshlaydi. Bu iroda insonga umid tuyg'usini beradi. Zulmatlik dunyoda ve shunday bir rezaletlik ahvol, shunday bir izilish davrida, shunday bir qirg'inchilikqa duch kelayotgan mezgilda qo'lida quroli yo'q, bankada cho'ng hisobi yo'q, armiyasi yo'q, hukumati yo'q, Uyg'urlarga o'xshash shunday bir millatningki eng cho'ng quroli umid. Umid shu qirg'inchilik depsandiga qarshi turgan eng cho'ng kuch. Mush umid shu mevcut sharoitni yengib chiqadiganga yo'l ochadigan, uningga tadbirlarni beradigan, ko'rsatadigan bir omil hisoblanadi. Agar shu umidni yo'qotgan vaqtida zavollik yuzi tutadigan gap. Shuning uchun bu Uyg'urlar shu haqlar havas qilayotgan, hayron bo'layotgan milliy xarakterini shunday Japonning ichidan saq chiqaradigan milliy xarakterini ko'rsatib, bu hozirgi davom qilayotgan shu qirg'inchilikqa o'zining hayoti, o'zining shaxsiyatidagi shu botirligini, qaysarligini jafoga chidaydigan, issiq sovuqqa bardosh beradigan shu fazilati bilan, jasorati bilan taqobil turish kerak. Bu yangi bir kitobda Atomic Habit deydigan. O Atomic Habit'mi nishonning cho'ng bo'lsa, lekin qildigan ishing kunda o'xshash rutin degan davom qilgan degan gap. Kichik ish bo'lsa-mu, shuni tekrar qilish kerak deydi. Masalan, men doim chiniqaman. Ba'zida so'raydilar, qanday vaqt chiqarish kerak. Bir ishni qilman deydigan odam kunda yarim soat bo'lsa-mu, shuni tekrar har kuni qilish kerak. Ashta qilgan chog'da Uyg'urchadagi tama ko'l ular degandek, uning bir natijasi chiqadi. Shunga bu mening aslida Uyg'urlarga bundaq bu program ko'ruvchilarga bundaq nasihat xarakterli gap qilishim muvaffaq emas, chunki biz bir siyosiy suhbat yetkazib beryapmiz. Lekin shu siyosiy xizmatlarda yetarlik natija qozonish va yetarlik bir tadbirlar bilan arzu qilgan nishonga yetish uchun yaxshi bir o'zini taniydigan, mas'uliyat tuyg'usi bo'ladigan va odatlangan ve işçiden özünü güçlendirdiğin, özünü güçlük ümit tutadigan bir omillarni yetildirish kerak. Yani mushtaq bo'lgan chog'da andikin cho'ng ishlardan ig'iz ochgan bo'ladi. Köptün köp rahmet hürmetli Nuriye Türkel Efendi. Nayetli ehmiyetlik terbiyesi var bir söhbet oldu deb qarayman. Qimmatli vaqtingizni chiqarib programmamizga kelganingiz uchun köptün köp rahmet. Vaqtingizning naqadar qimmatli ekanligini bilamiz. Shundaqmi bizga bu sharafni berganingizga nihoyatda xushal. Teningizga salomatlik va ishlaringizga bundan keyin texnik ko'p futuhlarni tilaymiz. Rahmat. Sizga ko'p rahmat Baxtiyor Efendi. Shuning bilan programmamiz mishayada oyoqlashdi. Qadrli ko'ruvchilarimizdan qimmatli diqqatiga rahmat. Saytimizni texnik yaxshilash uchun fikr taklifinglar bo'lsa qizg'in qarshi olamiz. Aziz ko'ruvchilarimizning kanalimizga a'zo bo'lishni va ham berilishni unutib qolmaslikni umid qilamiz. Xush vaqt bo'linglar. Allohga omonat.